Rifat aka. Ipoteka bo'yicha Qaysi mahalladansiz? tadbirkor. Tadbirkor. Ism familiyangiz? O'ziga joylandik. Subsidiya asosida olyapsizmi yoki subsidiya asosida? Subsidiyani olib bo'lgansiz, shundaymi? Yaxshi. Bu yil nechi pulga olmoqchi bo'lyapsiz? 280. Tushunarli. Bu demak, hozir hujjatlarni hammasini qilib chiqamiz. Belgilangan tartibda. Tahsillaringiz, o'zingizning oyliklaringiz bor. Qaror ro'yxatida turmaysiz. Tekshirib ko'rishdimi? Tekshirib ko'rgan bo'lsa, juda yaxshi. Ko'rishamiz. Tez kunda sizga nasib bo'lsa chiqarib beraman.